Hürmetli vatandaşlık şeylerimizi devamlaştırımız. Endiki mavzumundaq birinci İslam'a. 2020 yıl 1. ayının 9. günü haftaga Perşembe mavzumunda Prezident Trump'ның İran meselesi to'g'risidagi nutqini tahlil qilish. İran bilan bo'lgan to'qnashishni pasaytirish. Kuchni markazlashtirib, cho'ng davlatlar raqobati jarayoniga kirish. Mavzuli xabar 1. ayının 9. günü Amerika ovozidan Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar bundoq boshlandi. Washington Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump haftaning 3. kuni yana 1. ayının 8. kuni İran Amerikaning harbiy bazasiga raketa bilan hujum qilganda Amerika İran'a harbiy zarba beramiz deb tahdid solmadi. Prezident Trump yana xalqaro jamiyatning birlikda tirishchanlik ko'rsatib, Tehron doiralari bilan suhbatlashib, dunyoni texnik bexatar qiladigan bir yangi kelishim imzolashni taklif qildi. Amerika davlat mudofaa mutaxassislari mundaq dedi. Prezident Trump hukumati İran bilan bo'lgan to'qnashishning o'rlab ketishini xohlamaydiganligini xalamasligidagi muhim sabab shuki, Amerika armiyasining kuchini markazlashtirib, davlat mudofaa strategiyasini ijro qilish, ya'ni kuchni markazlashtirib, Jungo va Rossiya bilan cho'ng davlatlar raqobatiga kirish. Mana oshkor bo'ldi. Hozir Xitoy hukumati nima oshkor bo'ldi? Bu yerda Xitoy hukumati nima dedi? Voy, Amerika Qo'shma Shtatlar o'rta sharqqa petib qoldi. Yana laypatqa qilmaydi. O'rta sharqqa band bo'lib kelsa, yana 10 yil, 20 yil Jungoga fursat yetib keladi. Mana ikki ichida qaynab ketdi o'tar betri. Endi bu yerda hamma maqsad, yani Prezident Trump'ning maqsadi oshkor bo'ldi. Prezident Trump'ning so'zlagan so'zlarini, nutqlarini hozir kishilar tadqiq qilyapti degan gap. Hozir nima dedi? Biz İran bilan urushadigan xayolimiz yo'q. Jungo va Rossiya bilan cho'ng davlatlar raqobatiga kirish. İran haftaning 2. kuni Amerikaning Iroqdagi harbiy bazasiga 10 pay raketa atdi. Ondan keyin Prezident Trump Twitter'da fikir qoldirib, mundaq ko'rsatdi. İranning harbiy harakati to'g'risida 2. kuni atganda Amerika butun mamlakatga televizor nutqi so'zlaydigan bo'ldi. Davlat mudofaa ministri har darajalik generallarning amroqligida Prezident Trump haftaning 3. kuni so'zlagan nutqida İranning yadro qurollariga ega bo'lishiga hargiz yo'l qo'ymaymiz deb ko'rsatdi. Lekin İranning Amerikaning harbiy bazasiga raketa atganligi to'g'risida fikr qilganda Prezident Trump bu qatimki hujum qilishda Amerika armiyasi o'lim yetim bo'lmaganligini ko'rsatdi, hatto yarador bo'lishning yuz bermaganligini ko'rsatdi. Prezident Trump mundaq dedi. Amerika İran'a yangi iqtisodiy embargo yurgizdi. Lekin İranning raketa hujumiga qarshi yangi harbiy zarba beramiz degan gapni og'izga olmadi. So'zlagan nutqida Prezident Trump. Prezident Trump mundaq ko'rsatdi. Amerikaning harbiy kuchi mislisizdir. Harbiy ishlar aslahalari ham zo'r. Lekin Amerika qurol ishlatishni umid qilmaydi. Amerikada ba'zi harbiy mutaxassislar mundaq ansirgan edi. Amerika bilan İranning to'qinishi agar o'rlab ketadigan bo'lsa, Amerika armiyasining Hind Tinch okean doirasida Jungoga taqobil turishiga ta'sir yetadi. Washington strategiya va xomchot baholash davlat mudofaa mutaxassislari Ryan Clark Amerika ovoziga mundaq dedi. İran bilan bo'lgan to'qnashishni pasaytirish Amerika armiyasining diqqatini Hind Tinch okean rayoniga markazlashtirishga foydali. İran bilan bo'lgan to'qnashishni pasaytirish Amerika armiyasining diqqatini Hind Tinch okean rayoniga markazlashtirishga foydali.
Kilarak mındak dedi. Men növbette Amerika armiyasının bu iki xil xırısqı oxşaşlı taqabıl turalaydan iktidarı var deb hesaplayman. Prezident Trump haftanın 3. günü sözlügen nutqida yana mındak ko'rsatdi. İran'ı embargo qilish davomlashadi. Taki İran zo'ravonlarni qo'llashni to'xtatguncha, taki İran yadro qurollari yasashni to'xtatguncha. Bu qisqacha mazmuni Prezident Trumpning so'zlagan nutqining bu qatim to'liq tarjimasi kelganda yetib kelsa, biz uni to'liq tarjimasini vatandoshlarga anlatamiz. Oxirida bugun atdigandagi to'g'ri betil, 8. kuni to'g'ri bet, ya'ni film ishlash to'g'rida men sizlarga davomli misol qilib so'zlaydigan Li Peng apandininki yangi filmi bor ekan, uni mavzusi nima? Buna diqqat qilib qo'yinglar vatandoshlar. 22 pay, demak biz boshda 10 pay dedik ki 22 dona raketa qo'yib bergan bo'lishi mumkin İran. 22 pay raketa nokol o'yin o'ynash uchundir. İran 22 pay o'q qo'yib berib, raketa qo'yib berib, o'yin o'ynayotdi demakchi. Faqat İran davlat rahbarlari avval ketib qilishdan qo'rqqanlikdan shunday qilyotdi. Bu degan nima deganingizni desangiz, esingizda bor Uyg'urim 1995 yılı 10. ayda mı, kaçıncı ayda Qarimay şehrinde bir başlangıç mektepten o'quvchilarning nima tabriklash bir yig'inga murosaba qatnashayotgan bir zalga o't ketib 300 dan ortiq o'quvchi kuyib vafot bo'ldi. Şu vaqtda eshikni ochib ketish mumkin bo'lgan vaqtda zalning ichida shu bolalarni, kichik bolalarni to'sib olib, avval rahbarlar chiqib olsin, avval boshliqlar chiqib olsin deb, avval boshliqlarni, rahbarlarni qochirib bitib 300 nafar bola qazo qildi. Shu vaqtda birinchi bo'lib Yaponiya agentligi buni xabar qildi dunyoga bu o't ketish voqeasini. Shu vaqtda Xitoylardan biri tamsil. Keyin buni pash qildi va 2 nafar Hanzu yigit o'g'il bola edi ular pash qildi. Jarayonni, butun jarayonni pash qildi. Hatto shu pash qilish Tarim jurnalida e'lon qilinganda shu vaqtda Wang Inmao bo'lmasa qaysi birisi, yo'q Wang Inmao emas, e'lon qilinganda qaysi birisi shu Abdumrayna rahbarlaridan qaysi birisi nima dedi? Lüksekler dedi bu işe Hanzu kişine. Şu vaqtida Xitoycha nima deyilgan sana? Rang Lingdao Shenzhou. Hozir bu yerda Li Peng deydi. Hozir bunu aylandırıp ekilib bir yumurga aylandırıp hozir Prezident Trump hukumati emasan Qosim degan Süleyman Qosim bu O'tir shahridagi zo'ravonlarning boshlig'i ya zo'ravonlikni tashkillovchi kishi edi. Amerika hukumati buni bartaraf qilib etdi. Bu Eronda 2-chi darajalik rahbar odam ekan. Shunga Rang Lingdao Shenzhou. Mesela Qarimaydagi bilan rahbarlik avval ketib olsin degan bilan bu rahbarlik avval maqsad degan o'xshamaydi. Nima degani? Barliq ofatni terayotgan boshliqlar avval ketish kerak. Şu vaqtda dunyo tinch edi demoqchi bo'lyapti. Li Peng nima deydi? Rahbarlar avval ketib qilishdan qo'rqqanlikdandir. Xi Jinping Amerikaning O'rta Sharqqa petib qilishini o'ylashyapti. Urush taktikasining allaqachon o'zgarganligini bilmaydi. Ya bilmamda. Xi Jinping Amerikaning O'rta Sharqqa petib qilishini o'ylashyapti. Urush taktikasining allaqachon o'zgarganligini bilmamda. Amerika İran to'qnashuvidan keyin Prezident Trump Jungo Kompartiyasini og'dirish qadamini tezlatdi. Ko'pchilik rostilla nihoyatda tez tayyorlik qilinglar. Li Peng 61-leksiya 2020-yil 1-oyning 8-kuni yo'q. Başında gepli iken vatandaş.